Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Farzandingizning 1-sinfga borishi hayajonli va muhim bosqich. Ularning muvaffaqiyatli o'qishi uchun qanday tayyorgarliklar ko'rish kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Farzandingiz maktabni yaxshi ko'rib qolsin desangiz, maktab haqida ijobiy gapiring. Maktab juda qiziq joy, sen yangi do'stlar orttirasan. Mustaqil bo'lishga o'rgating. Kiyimlarini kiyish, sumkasini yig'ish kabi oddiy ishlarda o'zi mustaqil bo'lishiga yordam bering. Kun tartibini o'zgartiring. Yotish va uyg'onish vaqtini maktab vaqtiga moslashtiring. Maktabda bolalar yangi bilimlarni o'rganishadi, ammo ba'zi ko'nikmalar oldindan shakllangan bo'lsa, ularga osonroq bo'ladi. Qalam va qaychini to'g'ri ishlatish, o'z ismini yoza olish va taniqli harflarni farqlash, oddiy savollarni tushunish va ularga javob berish, e'tibor va xotirani rivojlantirish uchun mashqlar bajarish. Farzandingizga maktab uchun eng kerakli buyumlarni tayyorlashni unutmang. Qulay sumka va yozuv anjomlari, sport kiyimlari va maktab formalari, shaxsiy gigiyena vositalari. Shuningdek, farzandingiz yangi muhitga moslashishi uchun u bilan birgalikda maktab hovlisida birga sayr qilish ham foydali bo'ladi. Eng muhimi, maktab joylashuvi. U yerda ko'p yillik tajribali o'qituvchilarning borligi, vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqatlar va zamonaviy fanlarga ixtisoslashtirilgan bo'lishi kerak. Hurmatli ota-onalar, farzandingizning 1-sinfga borishi bu faqat o'qish emas, balki yangi hayotga ilk qadami hamdir. Ilmuziyo School maktabi jamoasi farzandingizning bilimli va baxtli bo'lishiga harakat qiladi. Unutmang, farzandingiz eng yaxshisiga munosib.